Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Ishlaringlar yaxshimi? Bugun sizlar Mir 999 kanaldasizlar va bugun ajoyib open pack bo'ladi. Va hozir bizda 12 mingta almas bor. Bugun yana bir ikkita pak ochdim. Hozir yana sizlar bilan ochamiz. Bitta mana bunaqa konteynercha aylantiramiz. O'rtoqlar, shu orada kanalimga obuna bo'lib ketinglar. O'tgan videoda sal aktiv pastroq bo'ldi. Bu hafta yana ikkinchi videoni chiqaryapman. Xudo xohlasa bugun bitta shardisga odam olamiz. Sostavdan bir kamida 3 ta odam ketishi kerak bo'ladi. Va biz yaqinda danatsiz 127 ga chiqishim kerak World's Game'da. Chunki hozir iloji bor. O'rtoqlar, hozir 129 over ham iloji bor. Tak, mana bu yerda mana ikkinchi World's Game qo'shilib turibdi. Men hayron qoldim. Van Persie olmaylar o'rtoqlar. 31 ming shartga olmaylar. Tushsa o'ynataveringlar. Lekin oyog'i 5 ga 4 o'yinchi 31 ming shartga arzimaydi-da. Bir Ronaldo yoki Messi bo'lsa, ular arzirdi. Uni puliga bitta mana u Marquez olsa endi bo'ladi. Marquez bilan Husanov. Tak, hozir pak ochamiz. Qani ketdi, walkout ber. Walkout beradi. Va kim bu? Kaysedon davlati. Pravizashnik 115 Hurotoda. Endi bu pakdan ham ochamiz. Bosdik, bismillah. Ya onasini bo'lasi. Bugun walkout ko'rmaymiz menimcha, o'rtoqlar. Chunki FK birinchi pakda walkout bersa, demak, qolgan kamida 2 ta pakda bermaydi. Gapimni isboti. Mana men ba'zi vaqtlar 4 ta pak ochganimda birinchisida walkout bermay, birinchi va ikkinchida walkout bermay, ikkita ketma-ket 116, 117 berardi. Qani davay, ketdi. Onasini bo'lasi, walkout bermadi. Chiqamiz hay. Endi transferiga o'taylik. Shardislarni ko'ramiz. Bugun biz aytganimdek shardisga odam olamiz. Sizlar esa like bosib obuna bo'lasizlar. Haaland, Vini sizlarni bu ham ketadi. Upmain qilaylik. To'xtanglar, hali yana hozir Courtois, Vitinha bizga hozir kerak emas. Umuman ularning pozitsiyasida odam bor. Mana sostavcha. Bugun zashtani pul A'dan tashkilot qilamizda. Короче, tuzamiz. O'rtoqlar, mana maqsadim shu 126 ga chiqaman. Yana 2 ta odam kerak. Yo Henry'ni o'rniga yo PV yoki LV kerak menga 120 lik. Uni full qilib qo'yaman. Keyin ataka 124 ga chiqadi. Yana bitta 119 kamlik olsam agar tsap, ya'ni yana ko'tariladi. Shuning uchun menga hozir tsap va anov kerak-da. Finger bronta 120 lik va bitta kamlik 119 lik. Hozir bitta zashvitaga bitta 119 olamiz va uni full qilib statistikalarni ko'rsataman. U zashitnik emas, apornik, lekin pozitsiyasi zashita. Kimligini tushundinglar menimcha. Bu albatta Marquez. Endi основной sostavga o'tamiz. Endi pernos trenirovka qilamiz. Thibaut Courtois juda yaxshi turib berdi. Vitinha ham juda zo'r o'ynab berdi, lekin bularning o'sha davri keldi o'rtoqlar. Davri ketdi. 119 Vitinha bo'lganda yaxshi bo'lardi. Lekin 117 kartasi. Shu Vitinhani oxirgi haftasida o'shaganimda. Courtoisni esa 10 talikdan S bilan o'shagandim. Shim jinni turayotgandi, lekin majbur ketadi endi. Hozir Kobel ham yaxshi turyapti. O'rtoqlar, men sizlarga maslahat beraman. Rayani olmanglar 119 kartasini. Bugun divizionda finalda o'ynadi. Shunaqa teshdim o'rtoqlar, ishoninglar.
To'pni ustidan kelsa ham, bo'yi yetsa ham usha olmayapti. Tagidan astagina dumalatib qo'ysam ham usha olmayapti. O'sha mussur turarkanda, короче. 118 normalniroq undan ko'ra birga chiqqanda yopishadi. 119 menga umuman yoqmadi, lekin statistikalari yaxshi. Eng katta darvozabonligini hisoblasak, over uchun olsanglar bo'ladi. Marquezga shartsim yetmayapti. Hozir yana qayerlardan shart topsak bo'larkan, o'rtoqlar. O'rtoqlar, sizlar shu orada like bosib, obuna bo'linglar. Biz Marquezni hozir olamiz. Men sizlarga full statistikalarni ko'rsataman. Ajoyib bo'ladi. Ko'nglim sezyapti, bir 200 dan ziyod statistikasi ikkita bo'lishi kerak. O'rtoqlar, yana o'tgan safargidek maslahat beraman. Yana donat qilish kerak ekan. Men ham bir donat qilaman boshqa akkauntimda, bir konkurs qilib bitta yangi akkaunt ochishim kerak va o'shan bilan konkurs qilaman. U mana bu yerdan 200 ta olamiz. 15 mingta ber. Yo'q, Fga bermaydi. Fga 15 mingta shunaqadan berguncha o'lib qo'yib ketsa yaxshi. Ana. Lekin uni yaxshi qilishibdi. 113 dan 118 gacha, keyin bitta 119 ham bor. Mana bu yerda nimalar ekan? Mana bu 100 ta nima? Ana unaqa jeton. 250 taga 500 ta. No, hay yaxshi. Men ana unda Shomurodov kelsa yaxshi bo'lardi. Ana uni o'rniga. Ismi nima edi? 118 Bono'ni o'rniga. No, Bono ham normalniy-u baribirda. Shomurodov yoki Fayzullayev yana 118 kelsa, ikkita 118 O'zbekistonlik futbolchi bo'ladi. Tak, endi nima? O'zbekistonlik futbolchilar уже 5 ta bo'ldi o'rtoqlar FK Mobile'da. Yana Shomurodov kelishi mumkin, chunki Shomurodov Turkiya ligasida bombardier bo'ldi. Eng zo'r bombardier Shomurodov bo'ldi. FK e'tiborga olmasa, endi FK ko't bo'larkanda. Tak, qayerdan olsak bo'ladi? O'rtoqlar, bitta ideya keldi. Karekarni hozir almashtiramiz. Karekarni trenirovkasini o'tkazaylik. Davay, Alavarionga o'tkazaman. Alavarionni 120 kelsa edi olardim. Juda ajoyib o'yinchi. No, hozir men sostavimda zo'r o'ynayotganlar kimlar? Puliga arziydiganlar. No, makelada точно arziydi, chunki 19.100 ta fragmentga bunaqa опорник bermaydi o'rtoqlar. Lekin bitta minusi playstyle yo'q. Marquezni olsanglar yaxshi bo'ladi undan ko'ra. Agar опорник o'ynataman desanglar agar, Marquez yaxshiroq deb o'ylayman. Hozir yana ko'ramiz ikkalasining statistikasini. Marquezni ham full qilaman. Va ko'ramiz. Transferga o'tamiz, Karekarni beramiz. 2250 ta. Игроки va игроки. Qani endi Marquez? Tepada menimcha. Yo'q, pastda emas, tepada. Mana nihoyat Marquez familiyasi esimdan chiqib qoldi. Xameleon, yenot talanti. 2-daraja. Juda zo'r. Meksika, опорник, geroy. Va albatta Marquez. Tak, mana bitta skrinshot qilamiz. Bo'ldi endi. Sostavga o'tib, buni full darajaga chiqaramiz o'rtoqlar. Full daraja, full treyning qilamiz. Zaminga qo'yib turaylik hozircha vaqtincha. Mana 125 ga qaytdi akkaunt. No, endi rang beramiz. 1 2 3 bam bam bam.
böyle rang bererlik Marquez'ga. Çotda yamon qotup qoldi da o'rtoqlar. Bilmadim nima bunaqa qotyapti F'ga. Ko'zi qichisa shunaqa qotadi. Mana 4-rang o'sha, 5-rang va endi ochkoni qilib beramiz. Yana qotdi F'ga ko'tda yana ko'tligini shu yerda sipotlab qo'yadi F'ga. F'ga imzo kirmadi, lekin mana bu bonuschalari normal. Braziliyalik o'yinchi 114 ga 4 ta rang bergani. Shuni 115 qilsa bo'lardi menimcha. Chunki hozir 114 hech qaysi akkauntga mos kelmaydi. Rezultativnostga beramiz o'rtoqlar. Chunki защиtada o'ynatamiz, pas ham driblingga muncha kerak emas. Pasni o'zi normalniy bo'lib qolar. Endi buni himoyaga qo'yamiz. Udar 100 necha edi o'zi normalniy. O'chiramiz Gvardiola защитаdan. Sibal. Voltsga ham emblemasini full qilamiz hali. O'rtoqlar hozir zo'r biznes o'ylab topdim men. Masalan, bugun ham 70 million pulum bor edi. Yana 100 million qilib oldim pulni. 14 million 200 ga 105 dan 108 gacha futbolchilar sotib olyapman va ularni obmen qilyapman. Yaxshigina pul ishlayapman lekin orqasidan. Zo'r ekanda, короче. Agar sizlarda hozir 1 milliard pulinglar bo'lsa, ko'paytirmoqchi bo'lsanglar agar, o'sha 1 milliard pulinglarni 10 kunning ichida o'sha 2 milliardni tagiga olib ketib qo'yasizlar. Menda buncha ko'p pul yo'q, lekin 10 kunda o'sha 1 milliard to'plab qo'yamiz o'rtoqlar. Voltsga ham tugagungacha pulimizni 2 milliarddan ziyod qilsak zo'r bo'ladi. Mana full statistikalar 182 skorost, 156 da 180 pas, 167 anavi ismi nima edi? Esimdan chiqib qoldi. Dribling 218 obrona. Yana 216 fizический подбор. Yenotchasi zo'r ekan o'rtoqlar. Menga yenotcha yoqadi, chunki Gabrielni ismi nima edi? Bitta Gabriel borki, Gabrielni utots kartasi, unda ham yenotcha bor edi. Ajoyib turardi. Birinchi uровень bo'lsa ham. Mana Makeleledan palnon zo'r o'rtoqlar. Statistikani ko'ryapsizlar, shuning uchun Marquezni opornikda Marquez zo'r. Hozir chiqamiz o'rtoqlar, bu yerdan chiqamiz. O'rtoqlar, shu joygacha ko'rganinglar uchun rahmat sizlarga kattakon. Videolarimni ko'rishda davom etinglar va yaxshi ligalarga qo'shilinglar. Mana bunaqa nagradalarni olasizlar. Men hali Kobelni full qilaman. Hammaga xayr, shu joygacha ko'rganinglar uchun kattakon rahmat. Bitta men sizlarga qanaqa qilib chempion bo'lganimni ko'rsatay, mazza qilinglar. Bitta ham bo'y bermasdan chempion bo'ldim. Chunki mana bu yerda odamlar ham loq ketganmi, hozir o'ynashni bilmaydi почти hech qaysi. Hozir chempion bo'lish oson bo'ldi-da, xudo xohlasa 10 ta yulduzga ham chiqamiz. O'sha gap Van Persini fragmentga olmanglar.